sana Ahmet Paşa. Ulug' shoir, yilda bir qatim keladigan Qurba aytimizmi yaqinlashib qoldi. Sizcha qanday qilsak bo'ladi? Qurbayı qaysi kun bo'ldi ekan? 10 kun qoldi. Hurmatli shoh olimi. Yana 15 kundan keyin sizning haqqi o'tqolganligiga to'g'ri bir yil bo'ladi. Bu har kitobni qo'shib chiqmoqda. Tabriklashga arziydi, xotirlashga arziydi. Albatta shoir. Har yil Qurbon hayitida biz otimiz bo'yicha o'rdida 40 qo'y, 40 kala, 40 to'ga qurbonlik qiladi. Bu yil menimcha hassalat qisaqanda Yani çok. Biz yanıma orada olduk ki meydanda yetkin nağır sunay çili oğlak dağıttı, horoz sokaş durup çiliş kılır. Kocasından kısakanda yaşamda şida kılaydı. Ulug' shoir, bu yil hamma yerda qurg'oqchilik ot uyib beryapti. Osh qilayotgan kambag'allarni nayt ko'p. Asli islom din qoidamiz bo'yicha qurbit yetganlar qo'y so'yib qurbonlik qilishi, qurbit yetmaganlar to'g'ri bo'lsa-mu qurbonlik qilish kerak edi. Shunashqa diqqat o'rnida qilingan qurbonliklarning bir qismini yetmamizdan keyin kambag'allar bo'lib bersak deyman. Shunda qilsak shoir o'zlari savob topadilar. Kambag'allar ovam xalqi hurmatli qildi emasmi? Undan boshqa yana samo dolan mashrablarni uyushtirib, yigitning kayfiyatini keg'imi ko'tarib o'taylar. Yaxshi. Ulug' shoir. Anglashimcha Nasriddin Efendi ismli biraylar bir turkum davosdan boshlab ketdimish. Ular o'zlarini davoslar jamiyatininki avlodlari biz deyishyapti. Ular 10 necha ulash egizlikdagi orqanda mangamish. Texi xatarlik harakatlar o'rinlaydi ekan. Yaxshi-ku. O'rinlisin. Nima? Nasriddin Efendi dedingmi? Shundoq shoir, ismi Nasriddin Efendi ekan. Nima? Hep Nasriddin Efendi. Ahir qulunmuştum. Hiç amaydıgan basam. Shoir, o senin düşmanlar mıydı? Onda olsa onu hazırlı tutup gelip çalız alayla. Doğru. Şunda alayla. Yok. Bulmaydı. O benim dostum. Onun oyununu yaş orlaştırırlar. Ben onu kabul kılamam. Hoş shoir.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله Şanı Şavket Şah alileri, yuttukları Nəsirdin əpəndi, Yiraqdın silige aman isen tillep geldi. Şah alileri, salamet boğay. Efendi, tağ aylanmışsa su aylandı. Men taxtda, sen pes durup görüşüp girişimizde oylamagan boğaytın. Şah alileri,
uzun yıldan aldıdılar. Ben bugünkü günden kildiğanlığını bilgen idim. Sizlerin takdirleri anılarının koskıdılar. Pişanların kütülüp boğa. Sizler bir çoğun yol var. Ben bolsam bir kichkina, bir kurut. Bu küçük kurutning yo'lbos bo'lishiga yani 1000 yil ketib emasmi hali? Efendi, pilg'imi aqalliq bo'lib ketibsa, Shoh oliylarning maqtishiga ishqalloh. Lekin bilishleri kerakki, odamning soyasi qarab, uning salohiyatini bilganimdir. Bu xuddi dapqa o'xshash, ovoz yarangliq bo'g'ini bilan hech quruq bir narsa. Mana men shu dap o'xshash chekib qo'ysa parang'ishib ketmaydi-yu, ichimda hech narsa yo'q. efendi, sen maqtab qo'ysam